Nima faqat ayoli sovg'a oladimi? Endi erkaklarga ham sovg'a beramiz. Buning uchun men sizlarga zo'r investitsiya yo'lini o'rgataman. Ketdik. Buning uchun sizlar Yunusoboddagi Dip do'koniga kelasizlar va birinchi o'rinda podvalga tushasizlar, chunki podvalda barcha mahsulotlar skidka narxda. Ketdik. Mana shu ko'rib turgan hamma kiyimlaringlar bor yo'g'i 125 ming so'mdan. Bozorda 345 mingdan qimmatroq turadigan kardigan, polzamoklar bu yoqda bor yo'g'i 145 ming so'm. Klassik uslubda kiyinadiganlar uchun bu yoqda mana bunaqangi oq ko'ylaklar ham bor. Narxi bor yo'g'i 99 ming so'm. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Yana undan tashqari bu yoqda nimchalar ham bor. Nimchalarni ham sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bularning ham narxi bor yo'g'i 125 ming so'm. Sizlar bozordan ham bunaqa narx topa olmaysizlar. Boya sizlarga investitsiya haqida gapirgandim, ya'ni u nima? Misol uchun 90 mingga mana shunaqangi sifatli kiyimlardan olasizlar, eringlarga sovg'a qilasizlar va evaziga sizlarga eringlar buni 10 baravar pulini beradi. Qarabsizlarki, sizlar bir o'q bilan ikkita quyonni urasizlar. Ya'ni ham sovg'a berasizlar, eringlar xursand bo'ladi, ham pul ishlab olasizlar. Mana shu yerda ko'rib turgan barcha shimlaringlar hammasi bor yo'g'i 59 ming so'm. Shim, ko'ylak, nimchalardan tashqari bu yoqda shunaqa oyoq kiyimlar ham bor ekan. Mana shunday chegirma va aksiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq Mumkin ilovasini yuklab oling va Instagram sahifasiga obuna bo'ling.